Azizlar, bizning 3 xonadan iborat bo'lgan kvartiramizning malyar qismi yakunlandi. Endi hozirgi navbatimizda qilgan ishlarimizni sizlar bilan tanishtirib chiqamiz. Bu proyektimizning asosiy qismi neoklassikada ishlangan dizaynerimiz tomonidan. Shuning uchun biz devorlarga mana bunaqa 2 qavatli tag berganmiz. Buni e'tibor beriladigan bo'lsak, o'rtasidagi razmerlari ham hammasi proyektdagi bo'lgan. Eng oxirgi qavatini biz Wagner yordamida sepib, chiroyli qilib ishni yakunladik. Yo'lak qismimizning televizor zonasi albatta Vinsanskiy shtukaturka bo'ladigan bo'ldi. Oshxonada devorlarimiz hammasi klassik bo'yoqdan iborat. Endigi navbatda mebel jarayonini kutyapmiz. Konditsioner uchun ajratilgan pitaniyalarimiz lepkalar bilan proporsional joylashgan. Umumiy 100% topshirilgan obyektimizda devor patololari hammasi tayyor, endi laminat qolgan. Azizlar, mana общий neoklassikadagi obyektimizda mana bu yerda kompozitsiya qilganmiz, dizayn proyektiga qilib. Bu yoq o'rtasini mramorni zona qilamiz. Mana bu ikkita cheti baralla bilan yakunlanadi. Shiftimizda, ya'ni patologimizda rels berilgan. Bu внутренний qilib gips kartonni ichiga qotirilgan. Endigi navbatda elektriklarimizni направляющийlarni o'rnatib qo'ysa, shu bilan qilgan ishimiz yana ham chiroyli ko'rinadi. Bu o'rtada bitta lyustraga joy ajratib ketilgan. Endigi navbat elektrikka topshiramiz ishimizni. Mana oshxonamizda e'tibor berayotgan bo'lsanglar, tepadan podsvetkadan pitaniya tushgan. Buni hikmati o'rtada emas, ya'ni bu yoqda, chunki mana yoqimizda bizda demak ovqatlanib o'tirish stullar joylashtirilgan. Azizlar, o'shaning uchun общий освещение bu yoqqa tushish uchun demak simni, ya'ni anaqa pitaniyamizni bu yoqdan ishlaganmiz. Mana bardak bo'layotgan sistemalarimiz hammasi demak isitish tizimlari hisoblanib, bu joylarimiz hammasi shkaf bilan bekilib ketiladi. Oshxonamizda fartukka nima uchun kafel yopishtirilmagan degan savol tug'iladi. Bu yerda hozir bizning strategiyamiz demak mebel ishlari yakunlangandan keyin kafelchini chaqiramiz. Demak shkafni stoleshnisani ustiga demak kafelimizni minadi azizlar. Mana shunaqa strategiya qilganmiz klient bilan. Bu yana ham effektivroq deb o'ylayman. Bu besplintus variantdagi stoleshnisani qilish uchun juda ham zo'r keladigan layfhak deb o'ylayman azizlar. Qo'lga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, maksimum energiya tejovchi kvartira desa ham bo'ladi buni. Eng yuradigan mana bunaqa joylarning o'ziga galogen qo'yilgan. 3 ta dona galogen и asosiy xonamizni yoritib beradigan narsa mana bu demak направляющийlar bo'ladi, pushkalarimiz bo'ladi. Pushkalarni kamaytirib, ko'paytirsak bo'ladi azizlar. Uni endi xonani umumiy razmeridan kelib chiqqan holda yoki ko'paytiriladi yoki kamaytiriladi. Demak, bizda bitta anaqa relsimiz 2 ta, 3 ta va bu yoqda bo'ldi. Bu yerda hech qanaqa ortiqcha galogen nimalar yo'q azizlar. Azizlar, kvartiramizning spalnyasiga to'xtalamiz. Spalnyada endi bitta решение bo'lgan bu yerda. Bu yoqda demak mana tak. Bu yog'imizda demak TV zona. Bu yog'imizda o'sha bosh turadigan, o'sha 9 spalniy kravat bo'ladigan joy azizlar. Mana buni chetiga hali oxirigacha решение qilmadik. Nima qilamiz? Liba atachentami yoki bo'lmasam qanaqa trafaretmi yoki vinsanka qilamiz. Patolog qismlariga e'tibor beradigan bo'lsak, bu yerda galogenlarni qoldirdilar, lekin vaholanki mana fikrimcha galogenni bu yerdan olib tashlash kerak edi. Ayniqsa bosh bo'ladigan tomonga mana shu хотя бы bitta galogenni olib qo'yish kerak. Proyektda bizga galogen berilgan. Nima uchun bu galogen berilgan, o'zim ham hayronman. Klientga endi предложение berdik, o'zlari o'ylab ko'radi. Mana umumiy spalnyamiz. Spalnyamizning umumiy e'tibor beradigan bo'lsak, shkaf bo'ladigan joyini mana shunaqa gips karton bilan обшивать qilganmiz. O'shanda aniq tiniq razmer mana shu nishaning ichiga tushadi azizlar. Azizlar, sizlarga qanchalik ko'rinadi bilmayman. Mana bu joyimizni biz garderob qilib ishlab berdik. Garderob qorong'iroq, kamroq ko'rinyapti. Bu yerda eshik bo'ladi. Eshikdan keyin o'sha xonadon egalarining barcha kiyimlari turadigan, ya'ni kiyimlar saqlanadigan joy bo'ladi azizlar. Navbatdagi xonamiz bu детский spalnya. Детский spalnyada ham xuddi shunaqa решение bo'lgan, ya'ni aynan mana shu to'rtburchak nishaning ichiga shkaflarimiz joylashadi. Bu yog'imizda TV zona. TV zonani qanaqa qilib dekorировать qilish haqida o'ylab ko'rmadik. Yana buni klient bilan yana ham aniq tiniq kelishib olamiz, lekin eng muhim narsa bizning maylar ishlarimiz o'z yakuniga yetgan.